Assalomu alaykum hammaga. Seximizda bugungi pomidor ukladkalarimiz. Пятерка, то есть шестерка. Beshtalik. To'rttalik, beshtalik, oltitalik. Bugungi bu yerda yarmi u tomonda bor. Hali massaga kirmadi. Yaqin bir hafta ichida massaga kirib boshlaydi. Bu suv orqali, tomir orqali yuboriladigan Gelstar degan qo'shimcha gel emas. Bu asosan stari mayda ko'chatlik vaqtda berib boshlanadi, hosliga gulga kirgancha. Hosil berayotgan vaqtda, hozirgi vaqtda qo'llaniladigan bu gel fruit bo'ladi. Belgiyan mahsuloti. Balki boshqa davlat ishlab chiqaradigan ham bordir, lekin bizga Belgiya keladi. Bu yerda eng foydali bo'lgan bizga narsa bor, fitosporin. Bu narsani biz ko'chatga ekamiz-ku. O'sha vaqtda suvga solib tayyorlab qo'yamiz. Buni suvga qo'shamiz. 2 kurchkadan 200 litrga. O'sha quyuq holatida tepa balchiqqa o'xshab turadi ko'rinishi. Ko'chatni ekkaningizda so'lib qoladi-yu, o'shani ketidan sirazi qo'yasiz. 2 soatga qolmay o'zini tik holatda tutib turadi ko'chat, hech narsa ko'rmaganday. Bu ishni горелкаларimiz. Teplab oldik, ko'kat. Bodring коробка zapas lishni. Bu sezondan bu pomidor коробкаларimiz. Seximiz mana shu tartibda. Ozroq qo'ygan, e'tibor bermaymiz. Har bitta yashik 500 gram. Ichiga bunday machalka qirqib qo'yilib ustidan ukladka qilinadi. Yevrotarka коробкаларimiz. Bu ham bugungi hosilimiz. 4 talik pomidorlarimiz, ya'ni bir коробкаga 4 dona joy bo'ladi eniga. O'shani hisobiga 4 talik deb nomlaydi. Bunaqa agar kimda teplisasi bo'lsa, bunaqa terdirishni tavsiya qilmayman. Mana endi ko'p pomidor ichida bo'lgan ukladchiklar alohida ko'kroq qilgan farqini ko'ryapsiz-ku, bugungi bu alohida taxlagan. Bundan maqsad balki sal adashib berar. Massaga kirmasdan oldin sal bo'ri deb hisoblab, ertaroq uzib, ertaroq qutulish maqsadida o'ziga nagruzka bo'lmasligi uchun bunaqa uzib tashlagan. Bu xato.